muqaddas neni ko'ribdi, bariga onasan ey qodir hayot, 535 yil naridan boqib turibdi bu nurli yuzlarga nuroniy bir zot. Barqaro irg'ishlar istak oldida, jahonga boqqanda misli bonishi, qiroat darvozasin bir qanotida, she'riy lashkarini tizgin qilishi. Dunyoni bilim vayron qilsa-da, har yerda qaqshatqich zarba bersa-da, Temuriyman dedi, qayda bo'lsa-da, Boburni eslamasam ayb bo'lmasmi? Ruhini shod aylab ko'ngil to'lmasmi? Bobur nomani yozib qoldirgan meros. Asarda qanchadan qancha ehtirom, uning shoirligi, shohligi ham bor. Boburni eslamasam ayb bo'lmasmi? Ruhini shod